Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Arab alifbosi va fonetikasi turkumida 4-darsimizni boshlaymiz. Al-lug'atul arabiyyatu ad-darsu rabi'u. Demak, bugungi mavzuyimiz S va lam harflariga bag'ishlanadi. Rejamiz mana shu ikkita harfni yozilishi va qo'llanishiga bag'ishlangan ikki qismdan iborat. Demak, S harfi T undosh tovushini ifodalaydi. Bu tovush o'zbek tilida yo'q. Demak, to'rt ko'rinishli harf, abjad hisobi 500. Demak, bu xuddi B va T kabi yoziladi, faqat nuqtalariga ko'ra farqlanadi. Tepasida 3 nuqta bilan ifodalanadi. Demak, S harfi mana bu suratda ko'rib turibsiz, tilning uchi tishlar orasida bo'ladi. Ya'ni S harfi S tovushini ifodalaydi. Bu tovush talaffuz qilinganda tilning uchi tepa va pastki tishlar orasida bo'ladi. S, S. Ta'labun musallasun. Demak, S harfi fatha bilan kelganda S, Si, kasra bilan kelganda Si, damma bilan kelganda S tarzda o'qiladi. So'banun, so'banun. Bu ilon degan ma'noni beradi. Demak, siz ko'rib turibsiz, alohida shakli, so'z boshi shakli, so'z o'rtasi shakli va so'z oxiri shakli mavjud to'rt ko'rinishli harf. Harf to'liq satr ustida yoziladi. Pastki ikki qatorda siz buni ko'rib turibsiz. Demak, S harfi ishtirok etgan so'zlar: isbatun, isbatun, isbot; sabitun, sabitun, sobit, mustahkam; asasun, asasun, mebel; asasatun, asasatun, mebellar; isnani, isnani, ikki. Keyingi harfimiz lamun harfi. Bu lamun L tovushini ifodalaydi. To'rt ko'rinishli harf. Abjad hisobi 30. L tovushi, demak, o'zbek tilidagi kabi yumshoq talaffuz qilinadi. Faqat birgina Alloh so'zi bundan mustasno. Alloh so'zida biz L'ni qattiq talaffuz qilamiz. Boshqa so'zlarda esa L o'zbek tilidagi kabi yumshoq talaffuz qilinadi. Demak, fatha bilan L, kasra bilan Li hamda damma bilan Lu. Laymunun, laymunun, laymun. Bu limon. Demak, alohida shakli uchdan ikki qismi satrdan tepada, ilmoqchali qismi esa satrdan pastda yoziladi. So'z boshi qismi to'liq satrdan tepada. So'z o'rtasi qismi ham to'liq satrdan tepada. So'z oxirgi qismi, demak, uchdan bir qismi satrdan pastda, uchdan ikki qismi satrdan tepada yoziladi. Demak, lam ishtirokidagi so'zlar: sut, labanun. Bunda demak so'z boshi shakli olingan. Sut sog'uvchi, labbanun. Bunda ham so'z boshi shakli olingan. Keyingi so'z bulbulun, ya'ni bulbul degan ma'noni beradi. Bunda so'z o'rtasi hamda so'z oxiri shakllari olingan. Bulbulun. Yo'q so'zi la. Bunda so'z boshi shakli olingan. Shuningdek, lana, bizning, bizda bor kabi ma'nolarni beradi. Bizga tegishli kabi ma'nolarni beradi. Lana, lana, labanun, labbanun, bulbulun, la, lana. Demak, bu lam harfi ishtirokidagi so'zlar. Bu yerda esa qo'shib yozilishi berilgan.
L, L, L demak, li o'rni almashib qolibdi. Li, lu, lu, lu. L, li, lu. Tanishish. Bu yerda demak, tanishish dialogini taqdim etamiz. Mahmud so'rayapti. Ma ismuka. Agar Mahmud qiz bolaga bu savolni bersa, ma ismuki tarzda yoki qo'shib aytsa ham bo'ladi. Masmuka, masmuki. Bu isming nima degan ma'noni beradi. Ali javob beryapti. Ismi Ali va anta. Ana ismi Ali desa ham bo'ladi. Ismi Ali desa ham bo'ladi. Ismi Ali, ismi Ali va anta. Ismim Ali, senchi. Mahmud. Ismi Mahmud va ana talibun. اسمي محمود وأنا طالب. اسم محمود ومن طلبة علي. أنا طالب أنا طالب أيضا. أنا طالب أيضا. من هم طلبة علي. كيف حالك؟ qiz bola uchun savol berganda kayfa haluki bo'ladi. Ahvoling qanday? Mahmud. Ana bixayrin va anta. Men yaxshiman. Senchi? Ana bixayrin va anta. Ali. أنا بخير أيضا. من هم يخشمن yoki أنا بخير وأنت men yaxshiman senchi. أنا بخير أيضا. Men ham yaxshiman. Hurmatli talabalar, mavzuni mustahkamlash uchun sizga quyidagi savollarni taqdim etyapmiz. Birinchi savol: sha harfi necha ko'rinishli harf? Ikkinchisi: lam harfi necha ko'rinishli harf? Uchinchisi: s, lam ko'rinishlarini yod oling. To'rtinchisi: suhbatdagi so'zlarni yod oling. Demak, qo'shimcha yana ma'lumotlarni siz ekranda taqdim etilgan quyidagi adabiyotlar orqali olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.